Xitoy zulmidan qochib chiqib Tayland turmusida tutib turilayotgan Uyg'ur muhojirlardan yana birining kasal sababidan vafot bo'lganligi oshkorlandi. Egilishimizcha, Xotan viloyatining Keriya noyisida tug'ilgan 41 yoshlik Matto'xti Matqurban turmada vafot bo'lgan bo'lib, 23 aprel juma kuni Tayland musulmonlari bir masjidda uning janoza namozini tushirgan. Ahvoldan xabardor kishilarning bildirishicha, Matto'xti Matqurban oshqozon kasali bilan qiynalayotgani uzun bo'lgan bo'lsa-mu, yetarli davolash imkoniyatiga va doriga erishamagan. Növbəti Tayland turmusida yana 54 nafar Uyg'ur tutib turilayotgan bo'lib, ularning oqibati endish qo'zg'amoqda. Xitoyning assimilyatsiya siyosati va irqiy qirg'inchiligi davomlashayotgan bir paytda hayotini Uyg'ur tiliga beg'ishlagan danglik tilshunos professor Arslan Abdullahning 18 yillik qamoq jazosiga hukm qilinganligi o'tirg'i chiqdi. Arslan Abdullahning buningdan bir necha yil burun Xitoy jazo lageriga qamalganligi ma'lum bo'lgan edi. Qrim xabar agentligining xabariga qaraganda, jazo lageriga nima sabab yoki ayblashlar bilan avatilganligi aniq bo'lmagan Arslan Abdullahga 18 yillik qamoq jazosi berilgan. Yaponiyada tug'ilib o'sgan, bir necha yildan beri Yaponiya siyosiy sahnasida ko'zga ko'rinishga boshlagan Uyg'ur qizi Alfiya Ali parlament a'zoligini qo'lga keltirdi. Alfiya Ali navbatda hokimiyat yurgizayotgan Liberal Demokratlar partiyasining nomzodi bo'lib, bosh vazir Fumio Kishidaning alohida ko'rsatishiga va qo'llashiga erishgan. U Chiba shaharlik Avom palata a'zosi saylamida 50 mingdan ortiq ovozga erishib, yangi bir navbatlik palata a'zosi bo'lib saylangan. Turkiyadagi Uyg'urlar 23 aprel Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligining uyushtirishi bilan heyitlashish faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga Turkiya Ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu apandi qadam tashrif qildi va so'z qildi. U so'zida Uyg'urlarning Turkiyadagi yer tavrash qatorliq ofatlarda qarindoshlik burchini ado qilganligiga rahmat etish bilan birga Uyg'urlarning Turkiya fuqarolariga qabul qilinish ahvoli haqida ma'lumot berib o'tdi. Faoliyatga Ahmad Qilish bilan Xayrinsa Qilich Islom vatan o'rlik kuylangan bir turkum naqshlarni ishtirok qiluvchilarga taqdim qildi. Avstraliya kunsiri kuchayayotgan Xitoy tahdidiga qarshi yiroq masofalik boshqariladigan bomba setib olganligini e'lon qildi. Hukumat sobiq davlat mudofaa ministrligining strategik mudofaa tekshirish dokumentidagi tavsiyalarga asosan 12 milliard dollarlik harbiy xarajat sarf qilganligini e'lon qildi. Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese bu strategik qadamlarning Avstraliyaning kelgusini shakllantiradiganligini bayon qilib, biz kelgusining shakllanishini saqlamaymiz dedi. Xitoyning g'arbiy shimoldagi Shanxi o'lkasining Xi'an shahridan Qozog'istonning poytaxti Ostonaga yangi bir aviatsiya liniyasi ochilgan bo'lib, tunji aeroplan juma kuni uchgan. Bu yangi liniya bilan Almuta, Bishkek va Toshkentdan keyin Xi'an bilan O'rta Osiyo o'rtasida 4-bevosita yo'lovchilar liniyasi yo'lga qo'yilgan.